Balki xotinim saratonga chalinib qolgan bo'lsa. Zilol nimaga tushkunlikka tushasan? Doktor aytdi-ku, kasal emassan, soppa sog'san. Qo'yga endi. Siz amal deyapsiz. Shuncha yil bir yostiqqa bosh qo'yib yolg'on gapiryapsiz. Abba. Zilola? 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 2 soatdan beri chaqiryapman. 2 soatdan beri. Assalomu alaykum. Qo'rqib ketdim. Eshitmay qolmay kelganingizni. Va eshitmaysan-da telefonning ichiga kirib ketganingdan keyin. Aqling kiradimi sani yo'qmi? Ishga ketayotganimda ham shu telefondasan, kelganimda ham telefondasan. Kechqurun uyg'onib ketsam ham shu telefonni quchoqlab yotgan bo'lasan. Xo'p, asabiylashmang. Shunga shuncha asabiylash shartmi? Ber bu yoqqa. Ber dedim. Necha marta aytganman shu internet degan baloga kirib ketmagin deb. Nima qilganingiz esingiz joyidami? Nega sindirasiz telefonni? O'chir ovozingni. O'chirmayman. Yaxshi gapga ko'nmang. Yana bir marta telefon qo'lingda ko'rib, o'ynab o'tirganingni ko'rsam, bundan battar xafa qilaman. Bilib qo'y, mana telefon bir kun boshingga balo bo'ladi. Hali men aytdi deysan. Telefon. Tinchlikmi Javlon aka? Kayfiyatingiz yo'q? Nimasini aytasan? Keniyim bilan kecha urushdim. Shundan beri kayfiyatim yo'q, asabim buzilyapti. Shunaqa deng. Nima urushdingiz keniyim bilan? Nimaga bo'lardi? Har doimgidek mashmasha. Shu keyin telefonga mukkasidan ketgan. Xuddi telefonsiz yasholmaydigandek bo'lib qolgan. Hatto o'sha telefonni debchi, menga ham e'tibor bermaydi. Odamga o'xshab kuzatmaydi, odamga o'xshab kutib olmaydi. Va gap qaytargan bo'lgan, gap qaytaryapti. Yaqinda internetda bir narsa o'qib qoldim. Mana shu telefonga qaramlik xuddi narkotik moddalarga qaramlikka o'xshar ekan. Tushunsan? Narkoman bo'lib qolar ekan odam. Ha, to'g'ri. Bu ma'lumotni men ham eshitgandim. Keyin ham xuddi shu. Telefonga qaram bo'lib qolgan, yopishib qolgan. Hech narsa bilan ishi yo'q. Yo, men-ku mayli, bolalarni maktabga keldimi, ketdimi, parvoy pali. Hatto ovqat qilayotganda ham qo'lida telefonda. Bir qarasang teg olib ketadi, bir qarasang sho'r bo'lib ketadi. Ha, endi asabiylashmang aka. Keyin uyda bir o'zlari zeriksalar kerak-da. Ha, mayli tushunaman uni ham, zerikar, ko'rar. Lekin hamma narsada me'yor bo'lish kerakmi? Yarim soat ko'r, bor ana 1 soat ko'r, 24 soat yopishib olish kerak emas-ku. Bolalarga qara, tarbiyasi bilan shug'ullan, kiyim-kechagi bor, osh-ovqati bor, eringga qara. To'g'rimi? Yo, noto'g'rimi? Yo, ishdan borganimdan keyin telefonni yig'ishtirsa bo'ladi-yu. Yo'q. Mana shu tepasiga kelmaguningcha mana shu o'tirish. Ha, bir tomondan bu gapingiz ham to'g'ri. Lekin u hozir mendan qattiq xafa. Nima qilsam ekan deb boshim qotgan. Siz aka kinayimni ko'ngillarni ko'tarishga harakat qiling. Menimcha ayolingiz shu yaqin orada operatsiya ham bo'lganda? Ha, yengil operatsiya bo'lgan. Uni xafa qilib qo'yganim uchun ham kayfiyatsiz yuribman. Ko'rdingmi? Kun bo'yi birorta bir ishim unmadi ham. Qo'lim ishga bormayapti. Ha, aka. Ko'rdim, bugun o'zingizda emas edingiz. Kecha jahl ustida telefonni oldim deb chilparcha qilib tashladim. Telefon yo'q hozir. Lomkada o'tirgan bo'lsa kerak. Yo'q-e? Unda kinayim ko'ngillarini olish oson ekan-ku. Tushunmadim, qanaqasiga? Yangi telefon sotib oling, kinayimga sovg'a qiling. Ana shunda hammasi joyiga tushib ketadi. O'z telefondan zo'rg'a qutultirdim, endi shunaqa qilamanmi? O'ylab o'tirmasdan shunaqa qiling aka. Shu telefonni berayotganda faqat internetga kam kir deb ogohlantirib qo'ying. To'g'ri aytasan. Bir marta shuni deb telefonni yo'qotdi. Aqlini yig'ib olar-a? Endi internetga unchalik mukkasidan ketib qolmas. Ha-da aka. Uni sen aytgandek qilaman. Yangi telefon beraman. Shunday qiling aka.
Ovqatni ham qildim, ishlarni ham qildim. Telefonsiz zerikib ketdim. Hali ham qovog'ingizdan qor yog'yaptimi? Gapirmang menga. Bo'pti, endi xafa bo'lma. Meni ham to'g'ri tushun, jahlim chiqib ketdi. Men ham bunday ishdan kelganimda odamga o'xshab, xotinim ishdan kutib olishimni, men bilan gaplashishini, nimadirlar tayinlab qo'yishini xohlayman. Sen bo'lsa ketayotganimda ham, kelganimda ham menga parvo ham qilmaysan. Faqat shu qo'lingda telefon, o'shaning ichiga kirib ketasan. Zerikkanimdan keyin nima ham qilardim? Zerikkanimdan kirib o'tirardim internetga. Meni xos telefonim yo'q. Zerikkanimdan nima qilishni bilmay o'tiribman. Bo'pti, xafa bo'lma. Senga bitta sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Senga yoqadi menimcha. Ozgina ishlatilgan ekan, lekin deyarli yangi telefon. Oxirgi model deydi. Voy! iPhone'mi? Rahmat! Siz zo'r odamsiz, yaxshi odamsiz. Lekin bilib qo'y, bitta sharti bor. Bundan keyin internetdan kamroq foydalanasan. Bular bo'lmas narsalarni ko'rurmagin. Xo'p bo'ladi. Nima desangiz shu? Endi bunda osh-ovqat tayyorla, ering ishdan keldi, qorin och, nimadir tayyormi? Hamma narsam tayyor, ovqat ham pishgan. Gap yo'q lekin. Bir kun telefoning bo'lmasa, hamma narsa vaqtida tayyor bo'lar ekan. Shuni bekor oldimmikin deb o'ylab qoldim. Boring. Bo'pti, kiyimingizni tez alishtirib chiqing, ovqat sizaman, xo'p? Voy, rahmat. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqda nima gap ekan? Qani? Tuni bilan uxlayolmadim qizim. Uni doktor Jennifer qilyaptimi? Qani, kirib ko'raylikchi. Hurmatli ayollar, agar sizlarda shu belgilarning birontasi bo'lsa, demak sizlarda saraton kasalligi allaqachon paydo bo'lgan. Birinchisi, kechasi yaxshi uxlamaslik, yarim tunda 2-3 marta uyg'onib ketish. Ikkinchisi, asabiylik, betoqatlik va kayfiyatsizlik. Uchinchisi, ba'zida badanning turli yerlarida kichik toshmalarning paydo bo'lishi. To'rtinchisi esa ishtahaning pasayishi. Axir, bu belgilarning hammasi menda bor-ku. Nahotki men saraton kasalligiga chalingan bo'lsam? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men o'lmasligim kerak. Hali yoshman. Keldingiz Mabrur aka. Tinchlikmi Zilof? Tez keling deganingga xavotir oldim. Nima bo'ldi? Tushuntir. Baraka topkur. Nima g'ullayapsan? Tushuntir, g'ullayvermasdan. Saraton kasalligiga chalinibman. Endi nima qilaman? Tushunmadim. Saratonga deysanmi? Saraton bo'lib qopman. Endi men o'larkanman.
Bilasizku, saratonni davosi yo'q. Yo'q, unaqa dema, u saratonni ham har xil bo'ladi, tuzatsa bo'ladigani bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qarasan, kasal bo'lib qolganingni qayerdan bilding? Doktorga bordingmi? Bordim. Doktor aytdi. Bitta doktor gapi bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi-da bunaqa narsalarda. Boshqa yaxshiroq doktorga ko'rinish kerak. Hozirroq boramiz sen bilan. Tushundingmi? Shunaqa qiling, Abror aka. Shuncha ham sizni chaqirdim. Bo'pti, bor. Kiyimingni almashtir, bugun hozirroq borib kelamiz. Bor. Nahotki xotinim saratonga chalinib qolgan bo'lsa. Singlim, siz soppa-sog'siz. Tahlil natijalarida saratonning hech qanaqa alomatlari yo'q. Tushunmadim. Soppa-sog'siz deysizmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ajoyib ekansiz-ku. Xursand bo'lish o'rniga bo'lishi mumkin emas deysizmi? Axir men saratonman, doktor. Ochig'ini aytavering. Davolansam bo'ladimi, yo'qmi shuni ayting. Yo nima foydasi yo'qmi? Nega tushunmaysiz? Mana tashxis qog'ozlaringiz bilan tanishib chiqdim. Siz soppa-sog'siz. Sizda hech qanaqa saraton kasalligining belgilari ham, alomatlari ham yo'q. Adashmayapsizmi? Tashxis qog'ozlarim birovniki bilan adashib qolmaganmi? Yo'q, singlim. Bizda adashilmaydi. Aytdim-ku, Zilol senga soppa-sog'san. Yo'q joydan vahma qilasan. Yur endi uyga ketamiz. Ketmayman. Sizlar meni aldayapsizlar. Yolg'onchisizlar, yolg'on gapiryapsizlar. Chuqurlikka tushib qolmasin. Davolangani baribir foydasi yo'q deb uyga jo'natib yubormoqchisiz. Shunaqami? Abrorjon, kelinga o'zi tushuntirib qo'yarsiz. Kelin soppa-sog'. Chindan ham soppa-sog'mi? Ochig'ini aytavering, doktor. Siz ham menga ishonmayapsizmi? Mana tashxis qog'ozlari qo'limda turibdi. Xohlasangiz tanishib chiqishingiz mumkin. Yo'q, nega ishonmaymiz? Bu ishonmayotganiga qayta so'radim. Rahmat sizga, doktor. Yur, Zilolani uyga ketamiz. Yo'q, ketmayman. Yur, gapirmang. Rahmat. Zilol, nimaga tushkunlikka tushasan? Doktor aytdi-ku, kasal emassan, soppa-sog'san. Qo'yga endi. Siz ham aldayapsiz. Shuncha yil bir yostiqqa bosh qo'yib yolg'on gapiryapsiz. Abba. Voy, nimaga men senga yolg'on gapiraman? Kasal bo'lib qolganim aniq-ku. Shuni rostini aytib davolatsangiz bo'lmaydimi? Kasal bo'lsang davolatamiz-da. Soppa-sog' bo'lsang nimani davolatamiz? Zilola? Yo'q. Baribir men sizga ishonmayman. Bilaman. Davolatganim bilan foydasi yo'q, baribir o'lib ketadi deb doktor bilan kelishib olgansiz. Pulidan qochyapsiz, bilib turibman. O'chir ovozingni. Nimalar deyapsan? O'chirmayman. Men ham yashagim kelyapti. Meni davolatishingiz kerak. O'lishim kerak emas. Va kim senga o'lasan deyapti? O'zingdan o'zing vahma qilurmagin. Vahima qilayotganim yo'q. O'sha kasallikni men tanamda sezyapman. Rostdan vahmachi bo'lib qolibsan, Zilola. Bo'pti, ertaga boshqa doktorga boramiz. Bo'ladimi? Agar u ham sog' ekansiz desa, ko'ngling joyiga tushadimi? Xo'p, faqat bu safar doktor bilan o'zim gaplashaman. Bo'ldi, kelishdik. Hamma meni aldayapti. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Sezib turibman. Asadbek aka, uzr. Sizga aytishga ulgurmadim. Shoshilinchga opamning uyiga kelgandim. Men hozir opamning uydaman. Tinchlikmi Zarifa? Nega opangning uyiga bording? Juda ham zarur ishim chiqib qoldi. Shunga kelgandim. Xo'p, menga ham ayt yoki shunchalik yashiradigan gapmi? Haligi nima desam ekan? Xullas, opam saraton bo'lib qoptilar. Nima? Yo'q-e. Afsus. Ishonsangiz, men ham bu xabarni eshitib, aqldan ozayozdim. Opam bechora tushkunlikka tushib qolgan. Shunga
ko'ngillarini ko'tarmasam bo'lmaydi deb keldim. To'g'ri qilasan. Lekin sen unga kasalligini sezdirib qo'ymagin. Uni chalg'itib, yaxshi gaplardan gapirgin, hop? Xo'p, rahmat dadasi. Mayli, bojamga salom ayt. Opangga ham salom ayt. Xo'p dadasi, yaxshi ishlang. Nega bunaqa qarayapsan? Menga rahm qilib qarama. Opa, Unaqa qaraganing sari qo'rqib ketyapman. men sizga unaqa qarayotganim yo'q, opa. O'ladigan odamga qaragandek qarayapsan, sezib turibman-ku. Nimalar deyapsiz, opa? Unaqa qaraganim yo'q. To'g'ri. Men o'laman, lekin Opajon, o'zingizni qo'lga oling. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. singlim saraton kasalligiga uchragan biror insonni tuzalib ketganini eshitmaganman. Sen meni ko'nglimni ko'tarishga urinyapsan. Buning uchun rahmat. Lekin bilasanmi? Hayot juda ham shirin ekan. Men endi bu hayotni qadriga yetyapman. Nahotki shunday go'zal hayotni tashlab ketsam-a deb tuni bilan uxlamay chiqyapman. Unaqa bo'lmaydi, opa. Hali mana aytdi deysiz. Siz sog'ayib ketasiz. Pochcham sizni albatta davolatadilar. Ish qilib shunday bo'lsin-da. Singlim to'g'risi shundan umid qilyapman. Uyga o'tirib, yuragingiz ham siqilib ketgandir. Yuring, bu joyga borib aylanib kelamiz. Bironta restoranga kirib o'tiramiz. Sizni mehmon qilaman. Kerak emas. Hech narsa yoqmayapti. Tomog'imdan hattoki suv ham o'tmayapti. Bu ahvolimda qayerga ham borardim? Holsizlanib ketyapman. O'zi shifokorlar nima dedi? Ey, o'sha shifokorlarning hammasi yolg'onchi. O'lishi aniq bo'lgan odamga siz yaxshisiz deb ko'nglini ko'tarib qo'yadi xolos. Pochchang kecha yana boshqa shifokorga olib bordilar. U ham soppa-sog'siz dedi. Axir qaysi doktor aytadi? Yaqinda o'lasiz, tayyorgarligingizni ko'ring deb. Xullas, endi aniq bo'lyapti. Doktorlarni o'zi aytmasa ham ko'zi aytib turibdi. O'lishim aniq. Meni qo'rqitmang, opa. Siz o'lmaysiz. Qaniydi shunday bo'lsa. Doktor, ayolim chindan ham kasalmi yoki sog'mi? Ochiq o'zim ham bilmay qoldim. Nega ishonmaysizlar? Kelin soppa-sog'. U shunchaki vahimaga tushib qolgan. Shunaqa fobiyasi bor shekilli. Lekin bilasizmi, u umuman uxlamayapti. Hatto ovqat ham yemayapti. Majburlab ozginadan yediryapman. Kundan kunga ko'z oldimda nurab, kuchsizlanib boryapti. Tushkunlikka tushib qolgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Xayolidan yomon fikrlarni olib tashlasa, yana ishtahalari ochilib, avvalgidek bo'lib ketadi. Kasalmansa, kasal bo'lib ketaveradi. Agar sog'mansa, sog'ayib ketadi. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ay, boshim qotdi. Endi men nima qilay? Qanaqa maslahat berasiz? Hatto uni boshqa shifokorlarga ham olib bordim. Ular ham xuddi siz aytgan gapni aytdi. Soppa-sog' dedi. Lekin ayolim menga ham, shifokorlarga ham, umuman hech kimga ishonmayapti. Unda siz ayolingizni psixologga olib borishingiz kerak menimcha. Tajribali psixolog uni hayotga qaytaradi. Agar tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, tushkunlikdan chiqaradi. Lekin aytib qo'yay, agar ovqat yemasdan, uxlamasdan yuraversa, rostdan ham bir kasallikni orttirib olishi aniq. Ha, men ham shundan qo'rqyapman. Siz bugunoq borib, kelin bilan yaxshilab gaplashing. Soppa-sog' ekanini kelinga qayta tushuntiring. Xo'p bo'ladi. Shunaqa qilaman. Mayli, yaxshi, rahmat. Xo'p. Telefon tutib o'tiribsanmi? Ha, shu.
Ijtimoiy tarmoqdagi yangiliklarni ko'rib o'tiribman-da, aka. Shu ijtimoiy tarmoqdan nima foyda? Ha deb mana shu ijtimoiy tarmoqda o'tiravergan. Ha, nimani o'rganasan bundan? Nima, baribir bekorchiman, uydagi ishlarni qilib qo'ydim. Shu zerikkanda ko'rib o'tiribman-da. Hop, bekorchi bo'lsang, boshqa foydaliroq narsa bilan shug'ullansang bo'lmaydimi? Oldinlari telefon bo'lmagan. Oldin telefonsiz ham yashashgan-ku odamlar, to'g'rimi? Shuning uchun ularning ishi unumli bo'lgan. Hozir hamma shu telefonga chalg'iydi, qancha ishlari qolib ketyapti. Hech qanaqa foydasi yo'q bu telefonning. Aka, mana bu yerda ham foydali ma'lumotlar ko'p. Masalan, qanaqa qilib kirni oqartirish, har xil retseptlar bor. Kerakli, menga kerakli. Mana shulardan ko'rib, ro'zg'orda nima kerak emas, shularni o'rganaman. Shu yaxshi-ku, aka. Bilmaganlarimni bahonada bilib olaman. Turmushga chiqsam faqat keyin rahmat eshitasiz. Anu kunichi qo'ligizga katta dog' teguvdi. Ana o'shani ham qanaqa qilib oqartirishni ijtimoiy tarmoqda ko'rib o'rgandim. Ana foydasi tegdi-ku. Tegdi. To'g'ri, lekin bu ijtimoiy tarmoqdagi hamma ma'lumotga ham ishonaverma. Nega unaqa deysiz, akajon? Chunki bundagi ma'lumotlarning hech qaysisi tasdiqlanmagan, tekshirilmagan. Shundoq ekan, buning ichida to'g'ri ham, noto'g'ri ma'lumot ham aralashib yotibdi. Agar o'qib o'rgansang, biliming bo'lsa, ajratib olishing mumkin. Bo'lmasa noto'g'ri ma'lumotga ergashib qolasan. Shuning uchun yig'ishtir ha deb ijtimoiy tarmoqda o'tiraverish. Tushundingmi? Xo'p, aka. Xo'p. Mana bu qo'shnimizning ayoli ham qachon qarasa ijtimoiy tarmoqda o'tirar ekan. Shu telefonga mukkasidan ketgan ekan. Kecha eri menga nolyapti. Shu telefonga mukkasidan ketib, menga e'tibor ham bermaydi, deyapti. Hatto ishga ketsa kuzatmas ekan, kelsa kutib olmas ekan. Uydagi hamma ishlari o'lda-jo'ldamish. Ovqat qilsa tegini oldirib yuborar ekan yoki kech qolib ketar ekan. Hammasi mana shu telefonga mukkasidan ketganda. Yo, o'zi qaysi qo'shnini aytyapsiz, aka? Mana ham yonimizda qo'shni bor-ku. Ha, ana yonimizdagi qo'shnini aytyapsizmi? Aka, eshitdingizmi? Bechora kelin saratonga chalinib qopti-ya. Kim aytdi senga buni? Kecha ko'rdim. Bir ahvolda yuribdi, rosa rahmim keldi. Hech ham u kelinga rahming kelmay qo'ya qolsin. Soppa sog'u. Nega bunaqa beshafqatsiz? Saraton bo'lgandan keyin rahmim keladi-da, Xudo asrasin. Erini o'zi aytdi. Doktorga olib borib tekshirtirgan ekan, hech bola chiqmabdi. Yo'q-e? Ajoyib-e? Nega bo'lmasam, u ayol o'zi menga men saratonga chalinib qoldim dedi. O'zi aytdi. Birovlardan, boshqa qo'shnilardan eshitganimda ham ishonmasdim, aka. 2-3 doktorga ham olib boribdi. Hammasining javobi bir xil, soppa sog' ekan. Lekin xotini saratonga chalinib qoldim deb vasvasa qilib yurgan ekan. Qiziq. Tavba, shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Mayli, u qo'shni qo'y. Men bu ijtimoiy tarmoqlaringni yig'ishtirgin, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, akajon. Men senga telefonni dars qilaman deganing uchun olib berganman. Agar bekorchilikdan foydalanayotganingni ko'rsam, olib qo'yaman. Tushundingmi? Tushundim. Shundoq bo'lsa. Yo'q, tavba qildim nimaga? Qarshilik qiladilar. Mana yaxshi ma'lumotlar bor-ku. Odamda o'ziga bog'liq nima ko'rishi. Aytganini qila qolay, yana gap eshitaman. Xullas shunaqa gaplar. Yaxshi bo'lmabdi-da, aka. Nimasini aytasan? O'zidan shunaqa vahmaga tushib qoldi. Hech kimni gapiga quloq solmayapti. Tushkunlikka tushib qolgan. Kecha tez yordam chaqirdim. Quvvati qolmagan, qon bosim tushib ketgan. Shu kundan beri deyarli ovqat ham yemayapti. Faqat suv ichadi. Xulasa 1 soat yo 2 soat uxlaydi. Keyin kechasi bilan yig'lab chiqadi. Hech qanaqasiga o't olmayman. Birinchi marta saraton tashxisini qo'ygan doktor kim ekan o'zi? Buni 1000 marta so'radim. Lekin aytmayapti. Qiziq, juda qiziq-ku. To'g'risi o'zimni ham boshim qotib qoldi. Uyda har kuni janjal. Siz meni davolatishni istamayapsiz. Shuning uchun vaqtni cho'zyapsiz. Pulingizni qizg'anyapsiz degan gaplarni eshitishdan charchab ketdim. Yo'q. Gapini qara. O'lishim aniq. Shuning uchun ham davolatgis kelmayapti deydi.
O'zi bunaqa holatlarda har qanday odam xafa bo'ladi. Lekin kenayim soppa sog'lik-ku. Qani endi shuni tushuntira olsam. Shu o'zi tushunsa shuni. Tushunmayapti. Tushunishni ham xohlamayapti. Ha, mayli aka, siqilmang. Nasib qilsa tuzalib ketadi. Saratonga chalandan deb vohmaga tushib, rostdan ham shu kasallik orttirib olmasin deb qo'rqyapman. Yaxshi niyat qiling. Nasib qilsa hammasi yaxshi bo'ladi aka. Ha, mayli. Mencha oldinga kelganim ertaga ishga chiqa olmayman. Meni o'rnimga ishlab tura olaysanmi? Albatta aka, ertaga o'rningizga ishlab beraman. Ishlaringiz bo'lsa bemalol bitiravering. Mayli, men uyga bora qolay. Nimagadir ko'nglim g'ash. Ha, mayli aka. Kiring, Mumkinmi? keling. O'tiring. Assalomu Alaykum assalom. Tinchlikmi keling? Nima gap? Mana endi yolg'iz gaplashib olsak ham bo'ladi. Shuning uchun atayin bir o'zim oldingizga keldim. Mayli. Men bilan nimani gaplashmoqchisiz? To'g'risini ayting, nimaga kasalimni yashiryapsiz? Sizda saraton yo'q demasdan ochig'ini aytsangiz bo'ladi-ku. To'g'risi men ikki o't orasida qoldim. Sizlarning gapingizga ishonsam sog' ekanman. Lekin tana meniki, doktor. Kasallikni o'zim his qilyapman-ku. Nimaga sog'san deb meni aldaverasizlar? Nimaga ochig'ini aytmaysizlar? Yoki nima o'limim yaqinmi? Shuning uchun yashiryapsizlarmi? O'zingizni bosing, iltimos. Yaxshi. Unda gapiring, nimaga jimsiz? Xo'p, yaxshi. Keling, bir narsaga aniqlik kiritib olaylik. Mana, siz men saratonman deyapsiz, to'g'rimi? Nimaga asoslanib saratonga chalinganman deb o'ylayapsiz? Aytingchi singlim. Sizga mana shu tashxisni qo'ygan doktor kim? Uni manzili qayerda? Qaysi klinikada ishlaydi o'sha doktor? Uni aytmayman. Agar uni kimligini aytsam, menga bor gapni aytganim uchun uni tinch qo'ymaysizlar, shunaqami? Shuning uchun uni so'rayapsiz manzilini. Siz ham faqat o'sha odamni so'raysiz, erim ham o'sha odamni so'raydi. Keyin sizlar unga da'vo qilasizlar-a? Undan keyin qamalib ketishi ham mumkin, shundaymi? Nimalar deyapsiz? Bu yerda hech qanaqa javobgarlik bo'lmaydi. Men shunchaki uni nima sababdan, qaysi tashxislarga ishonib sizga saraton kasalligini tashxisini qo'yganiga qiziqyapman. U juda ham kuchli shifokor. Aniq menda saraton kasalligini u bildi. Yaxshi. Agar kuchli shifokor bo'lsa, o'sha sizni davolasin. Lekin shuni bilib qo'ying. U sizni davololmaydi. Agar sizga shunaqa tashxis qo'ygan bo'lsa, u sizni aldab pulingizni olmoqchi. Bu nima deganingiz? Nimaga meni pulimni olar ekan? Iltimos, menga baqirmang. Sizlar hammanglar yolg'onchisizlar. Bilib qo'ying shuni. Yolg'on gapirganingiz uchun ham men baribir sizni tinch qo'ymayman. Yolg'on gapirganimni isbotlab bering unda. Qani? Qanday qilib yolg'on gapiribman? Agar men sizni soppa-sog' deganimni yolg'on deyotgan bo'lsangiz, unda qo'lingizdan kelganini qiling. Marhamat qilib yana chiqib keting xonimdan. Shunaqami? Hali ko'ramiz. Bir oylik umrim qolgan bo'lsa ham, sizlardan o'ch olishga ulguraman. Keling. Ajoyib ekan. Shu vaqt tugamasdan qayerga ketyapsiz? Senga nima? Senga hisob bersim kerakmi? Xo'p, uzr aka, men shunchaki so'radim. Nima asabiylashasiz? Uzr jo'lon. O'zi oxir payt juda asabiy bo'lib ketyapman. Meni to'g'ri tushun. Uyda sharoitni bilasan-ku. Faqat xafa bo'lmagin, xo'pmi? Hech qisi yo'q aka. To'g'ri tushunaman. Xafa emasman. To'g'risini aytsam boshim qotib qoldi. Bolalarim ham yuragini oldirib qo'ydi. Xotinim bo'lsa o'limini kutib yashayapti. Va ishonsang, ovqat ham yemayapti. Shu uni holdan toydirib tashadi. Shularni o'ylayurib jinni bo'lib qolmasam bo'ldi. Rosa asabiy bo'lib ketyapman. Ibn Sinoning bir gapi bor. Vahima, yarim kasallik
xotirjamlik yarim sog'lik deydi. Kenayimmi vahimaga tushib qolganlari yomon bo'ldi-da. Endi nimasini aytasan? Shu unga tashxis qo'ygan doktorni topsam, o'zim bilardim nima qilish. Bugun nima qilib bo'lsa ham kenayingda shu unga saratonsan deb aytgan doktorra manzilini olaman. Shunday qiling, bo'lmasa oxiri yaxshi bo'lmaydi aka. Ha, mayli, shunaqa qilaman. Bo'pti, men do'konga ketayotgandim, suv olib kelaman. Sen yo'ligimni bildirmay tur. Xo'p aka. Ana, ovqatni ham dimlab qo'ydim. Hozir bir 15 daqiqada tayyor bo'ladi. Keyin er-xotin mazza qilib ovqat yeysiz. Men ovqat yemayman. Nimaga yemaysan? Bo'sh qopdek turmaydi. Kecha ham yemading. Sen men qilgan ovqatni yaxshi ko'rasan deb o'zim qildim qo'llarim bilan. Bunaqada yotib qolasan. O'lsam tezroq o'la qolmadim. Juda ham qiynalib ketdim. Nima bunaqa gaplarni gapirasan, ha? Esim joyida emas. Bo'ldimi? Bunaqa yashagandan ko'ra Menga qara, o'sha doktor oldiga meni ham olib borgin. Baribir o'larkansan. Sen rostdan ham saratonga chalingansan. Senga birinchi marta tashxis qo'ygan doktorni topib bergin menga. Juda ham kuchli doktor bo'lsa kerakki, hech kim aniqlamayotgan kasalni aniqlabdi. O'zimni ham bir tekshirtirib ko'ring, balki men ham saratondirman. Ochig'i uni oldiga siz olib bora olmayman. Nimaga? Nimaga olib bormaysan? Sababi bormi? Sababini keyin bilib olasiz. Unda ertaga G'olibni oldiga boramiz, u bizani chaqiryapti. Bo'pti, ovqatdan xabar olishchi, tayyorlab qo'ygandir. Lekin bilib qo'y, ovqat yemaguningcha qo'ymayman. Tushundingmi? Qancha mehnat bilan qildim buni. Qani? Voh, hidini qara, buni hidini. Xo'sh, Keran. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi emasman. Lekin sizlar ishonmayapsizlar. Men tahlil natijalariga ishonaman. Abrorjon, kelinga saraton kasalligi tashxisini qo'ygan doktorning manzilini bildinglarmi? Manzilni berdingizmi, kelin? Yo'q, bermayapti. Kelin, rangingizda rang qolmabdi. O'zingizni o'zingiz yeb tamom qilyapsiz. Bu ketishda rostdan ham uzoqqa bormasligingiz aniq. Biror bir dardga chalinib qolasiz. Bizga o'sha shifokorning raqamini bering. O'zimiz gaplashaylik. Men hech qanaqa shifokorning oldiga bormaganman. Unda saratonga chalinganingizni qayerdan bildingiz? Kasalligimni esa mana bu video orqali bilganman. Hurmatli ayollar, agar sizlarda shu belgilarning birontasi bo'lsa, demak sizlarda saraton kasalligi allaqachon paydo bo'lgan. Nega kulasiz, doktor? Birov o'laman desa, birov kulaman degani shu bo'lsa kerak. Siz hali shunga ishonib, saratonga chalinganman deb shunaqa vahima qildingizmi? Mana shu ayol sanab o'tgan belgilarning hammasi menda bor. Mana aytib o'tgan belgilarni o'zingiz ham eshitdingiz-ku. Mana shu aytilgan 4 ta belgidan bittasi bo'lsa ham, sizda saraton kasalligi bor deb aytdi. O'sha doktoringiz-chi bekorlarning 5 tasini aytibdi. Bu aytayotgan belgilar deyarli hamma odamlarda bor. Men sizga aytsam, kechasi tez-tez uyg'onib ketishni saratonga umuman aloqasi yo'q. Badandagi kichkina toshmalarning paydo bo'lishi esa bu kam harakatlilikdan, ba'zida qon yaxshi aylanmay qolishidan, qon tomirining qaysidir nuqtalari yorilishi mumkin. Lekin bu ham saratonga taalluqli emas. Sizga aytsam, kelin. Telefonda ko'p o'tiradigan odamlarda ham mana shu belgilar kuzatiladi. Sababi ular ertalabdan kechgacha qisqa videolarni tomosha qilib o'tiraverishadi. Miyasiga esa millionga yaqin informatsiyalarni qabul qilib oladi. Natijada miya charchaydi. Miyada zo'riqish kuzatiladi. Hatto stressga ham tushib qolish mumkin. Ana shunaqa paytlarda odamning uyqusi buziladi.
Ishtahasi ham yo'qoladi. Abrorjon, bu ayolni bugunoq topib kelaman. Shunaqa qiling doktor, yaxshi bo'lardi. Men bunga o'xshab aldanib yurganlar qancha? Kelin, men sizga yana bir marta aytaman. Siz soppa sog'siz, tushunyapsizmi? Bu belgilarning birontasini ham saraton kasalligiga aloqasi yo'q. Rahmat sizga doktor. Zilola eshitdingmi? Yur endi ketdik. Abrorjon, kelinni biror bir yaxshiroq joyga borib ovqatlantiring. Xo'p bo'ladi. Yur ketdik. Qani marhamat. Keling. Rahmat. Zilola bu yoqqa qara. Hozir. O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maftunaxon, gapiring endi. Iltimos, meni qamatib yubormanglar. Men shunchaki internetda mashhur bo'lish uchun, obunachilarimni ko'paytirish uchun shunday video tayyorlagandim. Biror joyda o'qiganmisiz? Tibbiy ma'lumotingiz bormi o'zi? Yo'q, men aslida kollejda, umuman boshqa sohada o'qiganman. Bu ma'lumotlarni nimaga asoslanib gapirdingiz? Men yanglishib ketibman, xato qildim. Nevroz degan kasallikni belgilarini aytmoqchi edim, lekin sohani yaxshi tushunmaganim uchun saraton deb yuboribman. Sizni umuman gapirishga haqqingiz yo'q. Faqat internetda emas, umuman hech qayerda tibbiyot haqida gapirishingiz mumkin emas. Siz bittagina so'z bilan odamni o'ldirib qo'yish mumkinligini bilasizmi? Ha, bilaman. Bilsangiz nimaga bu ishlar bilan shug'ullanib yuribsiz? Siz ustingizdan arz qilaman. Yo'q, iltimos, unday qilmang. Men boshqa bunday ishlar qilmayman. Unda Zilolaxonga ayting. Yuziga ayting. Zilolaxonda saraton kasalligi bormi yo'qmi? O'lay agar, men bilmayman. Balki bordir, balki yo'qdir. Aytyapman-ku, men doktor emasman. Zilolaxon, ana, o'zingiz hammasiga guvoh bo'ldingiz. Siz soxta bir shifokorning gapiga ishonib, rostdan ham bo'lib qolishingizga sal qoldi. Siz hatto bizga ham ishonmay qo'ydingiz. Xo'sh, endi sog' ekanligingizni his qilyapsizmi? Ha. Yaxshi. Maftunaxon, men bilan yuring. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Etuda nima senga shu telefon bir kun boshingga balo bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar ukam. Na yig'lashi bilasan, na kulishi. Buni eshitgan odam ham hayron qolishi aniq. Zilola stressga tushganda nima kunlarni boshimizdan o'tkazmadik bilasanmi? Bu kunlarni eslasam hali ham g'alati bo'lib ketaman. Mayli, bu kunlar ham ortda qoldi. Ortda qolgani ham rost bo'lsin. Kenayimni internetga mukkasidan ketganlarimni ko'rib, bekorga tashvishlamagan ekansiz aka. Bekorga tashvishlanmayman-ku. Bilaman-ku internetda. Hozir bo'lar bo'lmas qalang'i qasang'i videolar ko'payib ketgan. Qayoqqa qarasak hammasi ekspert. To'g'ri, internetda yaxshi ma'lumotlar, aniq faktlar ham bor. Lekin orasida mana shunaqa soxtalari ham bor-da. Men qizig'i buni bilmagan odam qanaqa qilib ajratsin? Ajrata olmagandan keyin mana shunaqa odamlarning soxta ma'lumotlarga ishonib qo'yapti. To'g'ri aytasiz aka. Bugundan boshlab men ham bolalarimga, ayolimga telefondan kamroq foydalanishni aytaman. Shunaqa qilgan ukam, vaqt borida shunaqa qilgan. Bu internetda bo'lar bo'lmas, ana reelslarni ertalabdan kechgacha tomosha qilib o'tirganda bir tiyinlik foydasi yo'q. Bundan ko'ra bolalar bilim olsin, sport bilan shug'ullansin, aqlli bo'lsin, kuchli bo'lsin. To'g'rimi? Bilasanmi, hozirgi bolalar juda ham bir nozik bo'lib ketyapti. Chunki harakat yo'q-da, harakat. Mana shu gadjetlar ko'p. Hammasi ertalabdan kechgacha shu o'yin o'ynagan. Bunaqada men bilmayman ertaga bizadek bo'lsa, ularning sog'lig'i qanaqa bo'ladi. To'g'ri aytasiz aka.
Mayli, jo'loyinda qaytdik. Men bugun kenayini aylantirishga bormoqchi edim, uyda kutib o'tiribdi. Hamma Yur. Mam qara zo'r video chiqib ko'rasan? Qo'ying telefoningizni. Maza qilib aylanishga chiqdik. Aylanaylik. Bo'pti, sangacha Instagramdan tashlab qo'yaman. Zo'r doktor ekan. Ko'rasan, balki menda ham qanaqadir kasal bordir, o'shani aytib berasan. Bor yo'q qoling, men Instagramni o'chirib tashlaganman. Tavba. Nechun? Lekin menda ham qanaqadir kasallik bor menimcha. Meni didim yo'q, xotin tanlashadi deyishgan. Ha, hali shunaqami? Mayli, o'zingiz aylanavering bo'lmasa. Hazillashdim.